Can başını taşa. Assalomualaikum. Waalaikumsalam. Peygamberimiz Aleyhisselam duaları var daim hangisilarda? Allahümme ba'id beyne ve beyne hatayana kema ba'adte beynel meşriki vel mağrib. Allahümme nakkina min hatayana kema yunaqqat thawbul abyad minel denas. Allahümme gsilna bil ma'i ve ferci vel barat. Tercümesi aytib ey Parvardigorim. G'arb bilan sharqni, kun chiqishidan kun botishni qancha uzoq ketganini singari bizni ham gunohlarimizdan shuncha uzoq qil deyapti. Amin. Ey Parvardigoro, yer yuzini qorlar bilan, do'llar bilan, sellar bilan tozalagan singari qalbimiz tozalab tasha. Ey Parvardigoro, kiyimlarga dog' tushadigan bo'lsa, suvda tozalagan singari tozalab tasha deyapti. Amin. Mana umralarni qildik, yangi tug'ilgan chaqaloq bo'ldik-a. Dog' tushirmaylik endi. Amin. Robbimiz bizni asragan bo'lsin. O'zimizdan harakatda bo'laylik. Yorug' yuzlar bilan manzillarimizga, yurtlarimizga chiroyli yetaylik. Onadonlarimizga shu yerlardan barakatlar, nurlar olib boraylik. Amin. Qoratoshdan olingan barakatlar inshaalloh nurlar yurtlarimizga tinchlik, omonlik, xotirjamlik olsin. Qalblarimizda islom, iymon nurlarini sochsin Alloh taolo. Zurriyatlarimizni Payg'ambarimiz alayhissalom ikkita narsa uchun yaralgansizlar degan. Amin. Birinchisi ibodat, ikkinchisi zurriyatlarni ushlab qolishlik. Zurriyatlarni so'raylik, qiyomat kuni shu yerlarga kelishsin. Amin. O'tganlarimiz dunyosini obod qilsin. Amin. Tiriklarga tavfiq insof bersin. İmam Buxoriy, Muslim, Termiziylar darajasida zurriyatlardan chiqasizlar. Amin. Uchala haramni boshqarsin. Amin. Makka, Madina, Qudduslarda. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Amin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqi Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bu yerda boshqarganlarni ham kelmani ham eslab o'tib. Amin. Amin. Alloh taolo sizlardan ham rozi bo'lsin, bizni shunchamiz to'plab. Amin. Shu yerga keltirib, oshlarni qilib uyimizda o'tirganda. Ularning ishlariga yana rivoj bo'laversin. Amin. Ko'p kelaversin. Rahmatika ya arhamar rohim.